300 ming katta pul emasdir, lekin shu ofitsiant yarim stavkada ishlab 300 ming so'm bir kun ziyonda bo'ldi va 3 kun pulsiz ishlaydi degani. Bilasizlarmi kimlar ular? Shunaqa qora terga botib ishlayotgan ofitsiantlar. Hozir shunaqa o'g'rilar paydo bo'libdi. Ovqat yeb, shirinlik yeb, kafedan yoki restorandan qochib ketayotganlar. Shunaqa holatlarga ko'p tushganmiz, hamma restoranlarda bo'lgan bu holat. Ofitsiant bo'yniga qolib ketgan, imkon qadar ofitsiant bo'ynida qolib ketmasin. Bu narsa restoran bu narsaga mas'ul, chunki restoranda охрана bo'lishi kerak, kamera naблюдение bo'lishi kerak, yokida o'sha kamera bo'lsa, kuzatuv kameralari bo'lsa, 02 xizmatidan foydalanish kerak. Hamma o'zini ishini qilish kerak xullas. Imkon qadar shunaqa insonlarni bartaraf qilishimiz kerak, topishimiz kerak, ularga Alloh o'zi insof bersin. Akalar, ukalar, sizlar foydadasizlar, bilmay qolgansizlar-da, lekin imkon qadar mayli sizlar ham vнимательный bo'linglar. Shunaqa mehmonlarni sezyapsizlarmi? Bu kimga topshiringlar stolinglarni deb o'sha odam qarab tursin. Ho upravляющий, ho menejer, ho direktor kim bo'lsa ham. Хорошо? Mana kecha ukamiz yaqinda o'zi ofitsiant bo'lgan, to'g'risi yarim stavka oyligi ishlaydi-da. Yarim stavka oyligi ham где-то 80 ming chiqadi. Borani 100 ming so'm. Bu 3 kun ishlab berish kerak 300 mingga. Kuni kecha bo'lgan voqea.